Muhammad Burhon Nisaun Havla Rasul, Rasulullohning atrofidagi ayollar degan kitobida aytayaptiki, bu hadisni rivoyat qilgan onamiz Oysha binti Abu Bakr Siddiqdir. Abu Bakrning qizlari, Ummul Mu'minin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayollaridir va butun musulmonlarning ayollarini eng faqihidir. Islom olamida Payg'ambarimiz alayhisalomdan keyin kelgan ayollarning eng faqihi Oysha onamizdir. Qur'on, hadis, fiqhda ayollarning eng olimi, eng bilimdonidir. Makka mukarramada hijratdan 8 yil oldin tug'ildilar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hijratning 2-yilida Oysha onamizga uylandilar. 9-10 yoshlarida. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, hijratdan 7 yil oldin tug'ildilar. Keyin hijratning 3-yili ya 2-yili Payg'ambarimiz alayhisalom uylandilar deyiladi. Ixtiloflar bor. Oysha onamiz Payg'ambarimiz alayhisalomning ayollarining ichida u kishining hadislarini eng ko'p rivoyat qilgan ayoldir. Ya'ni butun sahobalar ichida ham eng ko'p rivoyat qilganlardan hisoblanadi. Oysha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayollarining ichida Payg'ambarimizga eng mahbubi, eng sevilgan edi. Payg'ambarimiz eng yaxshi ko'rgan ayollar edi. Hatto Oysha onamiz o'zlari hikoya qilib aytadilarki, men Rasulullohning boshqa ayollaridan 10 ta fazilatdan fazilatli bo'ldim. Birinchisi, u kishining ayollarining ichida eng mahbubi men edim. Ikkinchisi, Payg'ambarimizning sahobalarining ichida eng mahbub bo'lgan kishi meni otam edi, Abu Bakr. Uchinchisi, 7 yoshimda menga uylandilar, 9 yoshimda, ya'ni hozirgi bizni odatga qaraganda 7 yoshda nishon bo'lgan, 9 yoshda to'y bo'lgan. Va keyingi fazilatim meni uzrim to'g'risida osmondan Qur'on nozil bo'lgan. Oysha onamizga tuhmat qilishgandiku munofiqlar, badbaxtlar. Alloh taolo Oysha onamizni himoya qilib, pokligi to'g'risida oyat nozil qildi. Juda katta ne'mat qarang. Payg'ambarimiz alayhisalom hayotining oxirida kasal bo'ldilar. Shunda ayollardan izn so'radilar. Aytdilarki, men sizlarga o'rtalarida borib kelishga kuchim yetmaydi. Shuning uchun ba'zilaringizni oldilaringizda qolishimga izn beringlar dedilar. Shunda Ummu Salama onamiz aytdilarki, kimni xohlayib turganligingizni bildik. Oyshani xohlayapsizmi? Payg'ambarimiz alayhisalom ha dedilar. Sizga izn berdik dedilar. Ya'ni Oysha onamizni navbati emas edi aslida. Payg'ambarimiz alayhisalom Oysha onamizning oldida qolishni xohladilar hayotining oxirgi daqiqalarida. Oysha onamiz aytibdilarki, Payg'ambarimiz alayhisalomning dunyodan tatigan narsasining eng oxirgisi meni og'zimdan kelgan suv bo'ldi deyapti. Qanday qilib deysizmi? Meni misvagimni ishlatdilar. Va meni quchog'im va shu bo'ynimning o'rtasida vafot qildilar. Meni uyimga dafn qilindilar, deyaptilar. Oysha onamiz hijriy 58-yilda vafot qildilar.